Assalomu alaykum hurmatli Hamkor FM kanalini doimiy kuzatuvchilarim. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim quyidagicha. Turkiyaning Istanbul shahrida Zahiriddin Muhammad Bobur hamda Mir Alisher Navoiyning tavallud ayyomlariga bag'ishlangan Turkiya hamda O'zbekiston o'rtoqligidagi konsert dasturlarimizga xush kelibsiz. Albatta sizga yetkazmoqchi bo'lgan eksklyuziv xabarlarimizni bitta like bosasiz, do'stlaringizga yuborib qo'yasiz va bizning kanalimizda doimiy obunachiga aylanasiz. Bizni kuzatishda davom eting. Intervyular va siz xohlagan taniqli insonlar bilan va siz kutmagan taniqli insonlar bilan biz ajoyib intervyularni amalga oshiramiz. Sog' va salomat bo'ling. Davom etamiz. Do'stlar, Istanbul shahridagi, deylim Turkiya shahridagi O'zbek Kadın Haqlari Dernagi rahbari Ozoda Islomova bilan biz intervyumizni ilk boshlang'ich taraflarini olib boryapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Ushbu konsert dasturi, ya'ni bobokalolarimiz deylik, Zahiriddin Muhammad Bobur hamda Alisher Navoiyning tavallud topgan yillari maqsadida katta tadbir bo'lib o'tyapti. Ushbu tadbir xalqimizga va musofirlarga nima bera oladi? Bu albatta juda katta tadbir. Bu tadbirda biz ikki davlatning mushtarak qadriyatlarini bir joyga yig'gan holda bobokalonlarimizni siymolarini, ruhlarini shod etish maqsadida butun vatandoshlar bilan bir oraga to'planganimiz bu katta bizlar uchun shodiyona. Maqsadimiz vatandan tashqariga chiqayotgan har bitta inson o'sha ruhni tosha oladiganligi, o'zbekligini, o'zbek milliy qadriyatlarimizni birga tashiyotganligi. Bu har birimizni burchimiz va vazifamiz bo'lishi kerak. Katta rahmat. Mana o'zbeklar ko'p yig'ilyapti. Orqamizda ko'rib turibmiz. Ko'p ijodkorlarimiz yig'ilishyapti. Taniqli ijodkorlar ham bu yerga tashrif buyurishgan. Hayajon qanaqa sizda hozirgi paytda? Hayajon bu juda ham yaxshi bir his tuyg'u deb o'ylayman. Hayajon bo'lishi kerak. Tabiiyki hammamizni bir orada yig'ilishimiz, bitta musofir yurtda har birimiz yig'ilishimiz, ularning o'sha issiq diydoridan, taftidan bahramand bo'lish bu tabiiyki o'sha go'zal bir tuyg'ular. Albatta. Do'stlar, Istanbuldagi va Turkiyadagi vatandoshlarimiz, ayollarimiz bizni izlayotgan bo'lsa, mana shu yerdagi O'zbek Kadın Haqlari Dernagi kanaliga obuna bo'ling va Ozoda Islomova sizlarga yaqindan yordamchi bo'ladi. Kattakon rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Ko'rganimdan xursand bo'ldim. Rahmat, mana sog' bo'linglar. Kanalingizni rivojini tilaymiz. Inshaalloh bu kanal juda keng masshtabda dunyo arenasiga chiqishni tilakdoshimiz. Rahmat, sog' bo'ling. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish, el anga shafiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa, bulbulga tikondek oshyon bo'lmas emish. Rahmat. Nega ko'pchilik odamlardan so'radik, hali birortasi bilmaydi. Nega yoshligimda bilardim, yoshligimda o'rgangan edim, maktabda yodlaganim deydi, lekin haqiqatda yoshlikda olingan bilim bu toshga o'yilgan naqshdir deyshadi. Kattakon rahmat, sog' va salomat bo'ling. Yana konsertlarda kutamiz. Endi konsertni ko'rishga davom etamiz. Bobomizning tavallud ayyomlari bilan tashkil qilingan O'zbekiston hamda Turkiya o'rtoqligidagi konsert dasturimiz davomida bizni konsert dasturimizni tomosha qilishga kelgan vatandoshlarimiz, musofirda ishlab yurgan va shu yerda o'qiyotgan, universitetda o'qiyotgan o'quvchilardan yoxud deylim musofirlardan biz intervyu olmoqdamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Konsert dasturiga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Sizga bir nechta savollar bilan yuzlanaman. Ushbu konsert dasturi musofirlarimizga va deylik universitetda o'qiydigan talabalarimizga va O'zbekistonga nima bera oladi ushbu konsert? Misol uchun, mana biz ham shu Turkiya davlatini Eskishahar shahrida o'qiymiz, talabamiz. Vatan sog'inchi bo'ladi, uydagilarni sog'inchi, urf-odatlarimizni sog'inamiz. O'shalarni eslash, milliy qadriyatlarimiz bilan ozgina bo'lsa-da vaqt o'tkazish uchun biz ham Eskishahardan keldik ushbu tadbirga. Ana endi Bobur bobomizni va Alisher Navoiyni hammamiz sevib, ijodlarini hurmat qilamiz. Albatta. Ana endi ushbu bobokalarimizdan qaysi birini she'rlarini yoki g'azalini maza qilib ijro qilasiz? Alisher Navoiy bobomizning qalamiga mansub bo'lgan bir g'azalni aytib bermoqchiman. 18 ming olam oshubi agar boshindadir. Ne ajab chun sarvinozim 18 yoshindadir. Desa bo'lg'ay kim yana ham 18 yil husni bor,
18 yoshinda buncha fitna kim boshindadir. Ofarin, ofarin. Mana shunday ko'pchilikdan so'radik. Biz yo'q, yoshligida biz aytardik, maktabda yodib olardik degan edi, lekin bu narsaga ishonmadik. Sababi men bir naqlga juda ham amal qilamanki, aytib o'tishadi, yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan Naqshdir. albatta. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Biz esa Rahmat intervyuni kattakon. davom ettiramiz. Rahmat. Buyuk siymoyimizga atalgan konsert dasturimizga yana bir bor xush kelibsiz deb qolamiz. Ushbu konsert dasturi o'zbeklarga va musofirlarga, talabalarga nima bera oladi? Bitta narsa ayta olaman qo'rqmasdan, ya'ni musofirchilikda o'qiyotgan birodar azizlarimiz va O'zbekistonda o'qiyotgan birodar azizlarimizda bitta farq bor. O'zbekistonda o'qiyotgan birodar azizlarimiz ko'pincha vaqtlarini ilmga emas, TikTok, Instagram shular bilan bekor o'tkazishyapti. Lekin bizning musofir yurtda o'qiyotgan birodar azizlarimiz ham o'qishyapti, ham ishlashyapti, ham shunaqa madaniy hordiq chiqaradigan konsertlarda ishtirok etishyapti. Albatta. Bu albatta yurtimiz uchun juda ham katta manfaat beradi. Albatta. Ana endi ushbu konsert dasturida siz tomosha qilmoqdasiz va endi boshlanish arafasida kelgan katta buyuk san'atkorlarimiz ham bor, taniqli san'atkorlarimiz. Ulardan chiqishlarini O'zbekistonni sog'inganingizni ushbu konsert dasturida siz batamom sog'inchingizni izhor etasiz va undan keyin sog'inchingiz batamom yo'qoladi. Chunki nimaga ular O'zbekistondan kelgan, O'zbekistondan sizni sog'inchingizni olib ketish maqsadida kelishgan. Ular ham musofirchilik ko'rishgan. Albatta. Ana endi yana bir oxirgi savolim. Mana ko'pchilik yig'ilgan o'zbeklarni ko'rdingiz. Hammasi konsert uchun yoxud maroq olish uchun kelishgan. Ushbu kelgan konsert dasturida qatnashayotgan katta san'atkorlarimizdan, ilk yulduzlarimizdan qaysi birini ijodi sizga yoqadi? Avvalo shu Zohir Shoh Jo'ray, Zohir Shoh Jo'ray. Otalarniki ham. Rahmat. Albatta, rahmat. Bismillah. Kecha kelgumdur debon, ul sarva gulru kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza chiqdimu chekdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zimga u sho'xi badho kelmadi. Rahmat. Agar e'tibor yoshlikda bersangiz, olingan bilim toshga o'yilgan naqshdir. Rahmat. Ana endi davom etishingiz mumkin. Agar e'tibor bersangiz, yoshligimizda shunaqa baytlar ko'p yodlaganmiz, lekin ma'nolarini bilmayman yosh bo'lganimiz uchun tushunmaganmiz. Hozir men bu yerda Istanbulda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf akademiyasida ta'lim olaman. Bu yerdagi ustozlarimizdan bir kishi, ya'ni San'atulloh ustoz buni sharhini tushuntirib berdi. Shuni ham yurtdoshlarimizga ilmoqchiman. Ya'ni bu aytgan baytlarda Alisher Navoiy hazratlari nima maqsadda yozgan ekanlar? Yoshlik paytlarida, o'sha haligi ilm bilan shug'ullanayotgan paytlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushlariga kirgan ekanlar. Tushlariga kirib, "Men inshaalloh yana kelaman, men seni ko'rgani" deb ketgan ekanlar. Shundan keyin Alisher Navoiy hazratlari har doim payg'ambarimizni kutib uxlamagan kechalar bo'lgan ekan. Shu misralarni yozgan ekan. Demakki kecha kelgumdur debon u sarva gulru kelmadi. Bu ayol kishiga aytilmagan. Yo'q. Do'stlar, mana bilib oldinglar. Bu she'r qaysidir ayol kishiga yoxud Alisher Navoiyni bir sevgan insoniga atalmagan. Bu faqatgina payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytilgan. Men endi bildim to'g'risi. Kattakon rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mayli, rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Avvalambor konsert dasturiga xush kelibsiz. Demakki, adashmasam siz mezbonsiz bu yerda. Chunki konsert dasturini o'zingiz olib borasiz. Albatta, ko'rib tursa liboslar juda ham milliy va siz bilgandek konsert dasturi bo'lib o'tadi. Aynan ushbu ikki siymoyimizga atalgan konsert dasturi sizga nima bera oladi va vatandoshlarimizga nima bera oladi? Bilasizmi, vatandoshlarimizga nima bera oladi deganda, musofir yurtda o'zbek vatandoshlarimizni tarixiy nimalari, obidalarini, tarixiy xotiralarini, o'sha maktab davrida ota bobolarimizni xotirlatadigan anaqa nima deydi, tuyg'u beradi. Bu konsertda milliy dasturimizni barcha o'sha Turkiya, nafaqat Turkiya bo'lsin, butun davlatlarda bo'lsa ham shu ikki tafakkur Mir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburni tavallud kunlarini nishonlashda butun dunyo nishonlaydi buni. O'shanda bugun barcha o'sha Turkiyadagi o'zbek vatandoshlarimiz yig'ilib bugungi milliy kechamizni o'tkazyapmiz. Hurmatli do'stlar, mana o'zingizlar ko'rdinglar, bu yog'ini endi konsert davomida
sizlarga yetkazib o'tamiz. Sog' salomat bo'ling, rahmat. Konsert dasturiga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, hoş Vaalaykum bulduk. assalom. Rahmat. Ushbu konsert dasturi ikki buyuk siymoyimizga atalgan konsert dasturi o'zbeklarga va turklarga nima bera oladi? Endi bu vaqtdagi yashagan katta shoirlarimiz, adabiyot she'rchilarimizni Turkiyadagi turklarga o'rgatish maqsadimiz. Ular ham shu katta olimlarni Türk O'zbekistondan chiqqanlarini bilishsin deb, ularga katta tarixlarni o'rgatish uchun shunaqa dasturlar tayyorlab turamiz jamiyat bo'lib. Albatta, bu biz bu konsertga birinchi kelishimiz emas. Bu joyga ham, ushbu san'at saroyiga ham biz ko'p marta sizlar bilan tashkil topgan konsert dasturiga tashrif buyurganmiz, lekin hammasi juda ham go'zal, juda ham chiroyli bo'lib o'tgan. Rahmat. Bunisiga yana baho beramiz. Tashrif buyurgan san'atkorlarimiz ichida qaysi san'atkorimizni ijodini hurmat qilasiz va sevib tinglaysiz? Endi Shirali Jo'rayev akamizni katta hurmatini bilan Zohir Shoh meni yaxshi do'stim, o'rtog'im bo'ladilar. Uning qo'shiqlarini eshitib turamiz. Albatta. Shunaqa. Chunki hozir biz ham Zohir Shoh Jo'rayevning chiqishini kutib turibmiz. Sababi O'zbekistonni sog'inganmiz. O'zbekiston sog'inchini bular olib kelishyapti. Men shunaqa deb o'ylayman. Albatta. Sizga ham kattakon rahmat, ishlaringizga Rahmat, omad. sog' bo'linglar, sog' Qisqacha bo'linglar. iltimosimizni qabul qilganingiz uchun sizga kattakon Xush rahmat. kelibsizlar, hammalaringiz kelinglar, buyuringlar. Rahmat. Alaykum, hurmatli tadbirimiz qatnashchilari, xush kelibsizlar. Xush keldingiz sayın misafirlarimiz. Bugun biz O'zbekistonni, nafaqat O'zbekistonni, turkiy xalqlarni madaniyatida, tarixida, tilida o'ziga xos yuksak, eng katta o'rinlarni egallagan ota bobolarimizdan Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburni tavallud ayyomlarini nishonlash uchun bu yerga siz bilan birgalikda to'planib turibmiz. Taniqli san'atchi, el suygan san'atchi Sherali Jo'rayevning o'g'li Zohirshoh Jo'rayevni ham taklif qilganmiz. Bu tadbirlardan madaniy hordiq olib, dam olib ketishingizni tilab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ushbu tadbir tashkilotchilari hisoblangan jamoat birlashmalari va tashkilotlar nomidan nutq so'zlash uchun O'zbekiston madaniyati, birdamlik va hamkorlik assotsiatsiyasi prezidenti Cho'kaybek Ko'charni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Değerli başkonsolosum, değerli hocalarımız, sevgili misafirlerimiz, iki büyük sima, iki büyük ortak değer konulu programımıza hepiniz hoş geldiniz. Türk dünyasının gerçekten dil bakımından büyük üstadı Alisher Nevai, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 yıldızdan birini temsil eden Babur İmparatorluğu'nun kurucusu Zahureddin Muhammed Babur Şah'ı anmak için buradayız. Gerçekten bu iki değer bizlere örnek olan şahsiyetlerdir. Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur haqida nutq qilish uchun Umay ona Turk dunyosi ayollar birligi rahbari professor doktorimiz Mualla Uydu hojamizni mikrofon qarshisiga chorlab qolamiz. Marhamat. Sayın Başkonsolosum, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben bugün sizlere Çokay Bey'in de ifade ettiği gibi iki önemli şahsiyet, iki önemli değer, Türk tarihine damga vuran iki önemli değeri anlatmaya çalışacağım. Sizi çok fazla yormayacağım. 15-20 dakika demişti Çokay Bey. Biraz artabilir ama gelin isterseniz Alisher Nevai'yi ve Babur Şah'ı yetiştiren döneme şöyle bir bakalım. Alisher Nevai tarihler 9 Şubat 1441'i gösterdiğinde Herat'ta doğdu.
Aslında doğduğu andan itibaren Herat'ın Herat'ın sarayında doğmuş olmanın kendisine getireceği bir takım imkanların farkında olmadan doğdu. Çocuktan sonuna kadar 60 yıllık bir hayatı söz konusu. Yani 1501'de Alişir Nevai'nin vefat ettiğini biliyoruz. Baykara'yla olan aslında muhabbeti, ilgisi zaman içerisinde aynı yolu birlikte yürümeleri, o yüzden de babası nereye gittiyse bu çalkantılar sırasında kendisi de oraya gitti. Hurmatli professor doktor Mualla Uydi hocamizga qiymatli ma'lumotlar bilan bizlarni oydinlatgani uchun tashakkurlarni aytib qolamiz. Endi esa bobomiz Zahiriddin Muhammad Boburni yod bilan eslaymiz. Kim ko'rib tur ey ko'ngil, ahli jahondin yaxshilik. Kimki ondin yaxshi yo'q, ko'z tut ondin yaxshilik. Bu zamonni nafi qilsam, ayb qilma ey rafiq. Ko'rmadim hargiz netayin, bu zamondin yaxshilik. Hammangizga ma'lum, o'tgan yili Turkiyada yuz bergan zilzila barchamizni chin yurakdan qayg'uga botirdi. Turkiyaning 13 viloyatida o'z ta'sirini ko'rsatgan ushbu zilzilada assotsiatsiyamiz birgalikda xalqimizni birdan dardiga o'z bo'lsa-da malham bo'lishiga harakat qildi. Doktor öğretim üyesi Haner Tasa. Ve Aziza Madalilova. Bobur Mirzo Hakimov. Çağatay Koçer, Ayşe Sümeyye, Gürgen Koçer, Adnan Una, Mikrofonumuz açık mı? Değerli misafirlerimiz, gerçekten 6 Şubat'ta olan depremden sonra 7 Şubat'ta iki gönüllü arkadaşımız konuşamayacağım. Süreyya ve Babur. Babur. Süreyya ve Babur, üçümüz 10 gün, iki genç arkadaş yorulmadan, uyumadan orada yardım ettiler. Ve sizleri buradan gönderdiğiniz yavrularla sizler Sayın Başkonsolosumuz organize ettiler. Nergiz Hanım, eşi Mustafa Bey yardım ettiler. Gerçekten çok kötü bir durumlardı. İki kardeşimi çağırıyorum. Babur nerede? Verir misin? Söyle. Sahne ortada o'tirganlardan ba'zilarini ismlarini ham aytib o'tishim kerak. Sumayra Yapchin, Ibrahim Ehkarli,
bova. Ularni ham ismlarini aytib o'tishim kerak edi. Hurmatli do'stlar, qarshimizga kim chiqdi buni bilsangiz siz ham shoshirasiz. Mirsat Akshit o'zlari, ya'ni barcha O'zbekistondagi san'atkorlar bilan do'stona muloqotga ega bo'lgan Mirsat Akshit, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir soruyla sizi takılacağım. Ushbu konser iki büyük sima Özbekistan'a ve Türkiye'ye ne verecek?
Şimdi birincisi tabii bu iki büyük sima tarihte Türk dilinde ya da Özbekçe Türki Zeban çok şeyler kazandırmış insanlar. Bu medeniyetin bugüne gelmesine vesile olmuş insanlar. Onların izinde yürümek, bu iki kültürü birleştirmek, Özbekistan, Türkiye'nin dostluğunun daha ne kadar yıllara dayandığını bilmek, bu tür organizasyonlar elbette önemli ve bunu yapanlara çok teşekkür ederim. Siz de bunu millete, halka tekrar tanıtmaya vesile olduğunuz için sizlere de teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Diğer sanatçı kardeşlerime gelince onlar da şimdi burada hem biz Türkler olarak hem de misafir yurtta, sizin dilinizde misafir yurtta, yani gurbetteki Özbek kardeşlerimiz kendi memleketlerinden bir ses, bir makam, bir şarkı duydukları zaman o hasretleri de gideriyorlar. Bu vesileyle de sebep olan herkese teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizim böyle güzel konserlerimizi böyle birleştirip Özbeklere, Türklere bir araya getirdiğiniz için, bir de bizim böyle konuşmamız önce de konuştuk, tüm sanatkarlarla, bizim Özbek sanatkarlarla Evet. böyle iletişimim var, dostluğum var diye şeyleri çok memnun olduk. Çünkü Ben de bir Türk de bir Özbek de aynı soyundan geliyor. Mutlaka. Onu biliyorsunuz. O yüzden çok teşekkür ederim. Bizim Ben istediğimizi teşekkür kabul ederim. ettiğiniz için Ben memnun teşekkür oldum. ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hurmatli do'stlar, ko'rdilar mana bizning intervyumiz zo'r ketyapti. Hammaga xush kayfiyat, ko'tarinki ruhlik, hayotiy hamroh bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling. Endi davom etamiz. Otasining izidan muvaffaqiyat bilan yurayotgan xushovoz xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yosh talant sohibasi Zohir Shoh Jo'rayevni davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bayramingiz muborak bo'lsin. Sohibga chiqib ketdi hozir. Opamiz bitta qasida chalib qo'yamiz. Rahmat. Xo'p, men ko'p gapirmay, ashula aytib qolay. Biraz xastaman. Shunga agar kamchilik bo'lsa, jonli ijroda uzr so'rab qo'yamiz. Xo'p. Nimadan boshlaysizlar? Xos. O'zbekmi? Tarixing
Istanbulda joylashgan O'zbekiston bosh konsuli Sherzod Abdunazarov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Konsert sizda qanday hayajonlar tuyg'urdi? Va bugun haqiqiy bir o'zbekona bir bayram bo'ldi. Turkiyada uzoq payt o'qiyotgan, ishlayotgan fuqarolarimiz uchun bir fursat bo'ldi, sharoit yaratib berdik. Ya'ni o'sha Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburni tug'ilgan kunlari munosabati bilan O'zbekistondan yaxshi bir san'atchilarimizni chaqirib, bu yerda o'zbek oshini qilib, mana hokimiyatdan ruxsat so'radik. Hokimiyat bizga sharoit yaratib berdi. Biz chaqirdik, mana bir 400 ga yaqin fuqarolarimiz kelishdi. Biz hammamiz ko'tarinki ruhda bir bo'lib, bir chiroyli haqiqiy o'zbekona madaniyat, tarix, she'riyat, ashuladan bahramand bo'lishlariga bir sharoit yaratib berdi. Albatta, biz ham juda ham xursand bo'ldik, sababi kelgan o'zbeklarni bir ko'rdik. O'zbeklardan bir taassurotlarni so'radik, o'ynab kulishdi, o'zining mamlakatida, xuddi o'zining mamlakatidek. Albatta bu narsani yaratib bergan bizni davlat rahbarimiz Shavkat Miromonovichga o'z minnatdorchilik bildiramiz va sizni ham yangi lavozim bilan tabriklab qolamiz, chunki sizni men juda ham hurmat qilaman. Har doim bizning yonimizda turgansiz, biz blogerlarni har doim qo'llab-quvvatlagansiz. O'zingiz e'tibor qiling. Bizga mana shunday sharoitlarni, albatta, shunday sharoitlarni yaratib, bizni kichkinagina intervyumizga o'zingiz hissangiz qo'shasiz. Tashakkur aytib qolamiz. Salomat bo'ling.